Nechuk bu, ha? Rais buva, sizni uchratib qolganim yaxshi bo'ldi. Mana, tanishing, bo'lajak keldingiz Maftunaxon. Assalomu alaykum. Shundaymi? Ha, shunaqa. Rais buva, siz doimo aytgansiz, Qoraqosh, uylanadigan bo'lsang, xotining aqlli, chiroyli bo'lmasa ham, lekin farosatli bo'lsin degansiz. Aytganman. Ha? Aytganman. Yashang. Ayol kishida farosat bo'lish kerak. Ha. Aql ham kerak. Undan keyin chiroy ham kerak. Oh, rahmat sizga. Shu gapingizni amal qilib mana shu qizni topdim. Endi bu rais buva, meni borku omadim chopdi. Ham aqlli, ham chiroyli, ham farosatli. Muttaham. Psixolog rais buva, qarang mana bu ijtimoiy tarmoqlarda hozir Instagram bormi, hammasida hammaga farosat, aql o'rgatib kelayotgan Maftunaxon bo'ladilar. Bo'ldi. Men ko'rganman. Ha? Endi rais buva, men shu bir narsaga hayronman-da. Bolalikdan aql bilan farosat bitta narsa deb yurardik. Lekin siz aytasiz, yo'q Qoraqosh, adashtirma, aql boshqa, farosat boshqa deysiz. Ey, uka. Xo'sh, Meni Xudo bergan meni xumkallarni ozgina ishlatish kerak. Voy, kartoshka boshqa, piyoz boshqa, sholg'om boshqa. To'g'rimi? Bular ham alohida narsalar bular.